U shogirdlari jang qilsa o'zi doimo shunday jon kuydiradi. Ha. 1,5 daqiqa vaqt bor bu birinchi raundda. Esa Xabirovdan ajoyib takedown. Mana shu holatni bermaslik kerak. Big Mountga o'tib oyoqlarini qulflab olmaslik kerak, bermaslik kerak. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Shahzod biroz dosh berish lozim. Mana shunday yaxshi chiqib keta oldi. Raqib ham yetarlicha mana shu kurash mahoratiga ega ekan. Ha, jangovar sambo bo'yicha o'sha sport ustasi ekanligi aytib o'tildi va bir qator turnirlarda g'alaba qozongan ekan. Yaxshi. 20 soniya. Bilasizmi, Shohruh o'sha bo'g'ish vaqtida juda katta kuch sarflab yubordi Shahzod. Mana so'nggi soniyalar o'tib boryapti do'stlar. Yaxshi, ehtiyot bo'lish kerak. Qarama-qarshi zarbalar ko'rdik. Har ikkisiniki aniq bo'ldi. Shahzodga zudlik bilan tanaffusga. Mana chap qo'l aniq, ikkinchi zarba aniq. Low kick. Ichki low kick. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana bunday zarbalarda Shahzod takedownga harakat qilyapti. Bundan himoyasi bor albatta Shahzodni. Xabirov osonlikcha boy bermayapti vaziyatlarda ham. Navbatdagisi orqa qo'l. Bu esa oxirga yetadimi? Keskin kurash mana pozitsiya uchun ushbu raundni bermaslik kerak Shohruh. Albatta bermaslik kerak. Xabirov ham ancha erkin harakat qilyapti. Ajoyib. Oxirga yetkaza olmadi. Yaxshi. Bir aylanib chiqib keta oldi Xabirov ham. Yomon harakat qilma, qarang. Anchagina to'liqda. Shahzodda yaxshi kutib oldi. Biroz ko'proq ko'zga tashlanyapti. Xabirov hozir erkinroq harakat qilyapti. Demoqchiman, shu sababdan bu yog'iga uning foydasi ishlab ketdi. Yaxshi tanaga. Navbatdagisi aniq. Yaxshi. O'tyapti. Shohruh endi mana chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi o'tyapti. Negadir yana hozir Xabirovda ham endi men charchoq alomatini ko'ryapman. Hozir aytishim bilanoq qandaydir unda ham bir yuzida qandaydir bir ajoyib emotsiyalarni ko'ryapman. Ikkala jangchi ham toliqqan ko'rinishadi. Bu esa albatta faqat bizniki charchagandan ko'ra yaxshiroq. Yo'q, o'tkazib yubormaslik lozim. Yo'ldashev biroz mayli, biroz tin olsa, biroz kerak mana shunday dam. Albatta bunday vaziyatda miya dam olmaydi faqat. Har soniyada xavfni sezib turadi. Pozitsiya yomon biz uchun. Iloji boricha to'g'irlash kerak. Ha, obar. Setkaga obarish kerak. Mana shunday tarzda. Yo'q, chiqib keta olyapti. Ajoyib. Yo'ldashev. Oldiroqqa surilish lozim. Gard holati. Mana 2 daqiqa bor. Ustunlikni ta'minlashi mumkin nazorat bilan, zarbalar bilan. Biroz yana oldiroqqa. O'sha jag qismiga tirab olgan holda boshini mana shunday. Endi zarba kerak. Shahzod referi esa chapaklarni chalyapti. Albatta bu olqish emas, bu tezroq ishlanglar, bo'lmasa turgizamiz degani.
Vaziyatni o'z tomoniga og'dira olyapti endi Habirov. Voy. Mount holati juda ham qiyin vaziyatda. Ketma-ket zarbalar. Bek Mount oyog'ini qulflab oldi. Biroz aylanish kerak. Shahzod mana shu yaxshi. Hozir oyoqlar blokdan chiqib ketdi, lekin baribir nazorat raqibda xavfli holatda turibdi. Mana endi oyoqlarni ham to'g'rilab oldi. Biroz xavfli holat yuzaga kelmoqda. 1 daqiqa qolganda ushbu raund oxiriga chidab berish kerak. Ha, ikkalasi ham to'liqdi. Juda katta kuch sarflashdi. Ha. Oson emas bu maydon ichida turmoq. Deyishadi-ku, bermaslik kerak Shahzod. Juda qiyin vaziyat. Bir qo'l nazorat qilyapti. Yaxshi. Bermadi. 30 soniya Shahzod, lekin vaziyat boy berilyapti-da, Shohruh baribir. Yo'q, bu raund katta ehtimol bilan boy berib bo'lindi menimcha. Shunchaki kuchni tejash kerak bu yerda hozir. Bu yerda ortiqcha harakat faqatgina ziyonga ishlaydi. Keyingi raundda iloji boricha harakat qilish kerak. Keyingi raundda yaqqol ustunlik qilish kerak. Besh soniya do'stlar. Tan olish kerak, raqib haqiqatdan hozircha demak yaxshi o'zini uslubiga o'zi tushib qoldi Habirov. 20 soniya. Faollikda yakunlab qo'yish kerak. Bir ikkita zarba kerak. Shahzod qo'yib yubormaslik lozim. Qo'yib yubormaslik orqaga. Ha. Nazorat qilyapti. 10 soniya. So'nggi soniyalar o'tib boryapti demak. Qarama-qarshilik qizg'in davom etyapti. Va katta ehtimol bilan hakamlar qarorini biz albatta va shu tariqa jang yakunlandi do'stlar. Juda ham hayajonli jang. Bir-biriga juda e'tiroz bildiryapti Nursulton Ro'zboyev, ko'rdingizmi? Menimcha shogirdiga e'tiroz bildiryapti. Albatta shogirdiga, Shahzodga. Ko'ramiz do'stlar. Kelajak ham g'alabasiga ishonyapti. Bakirovechni kutyapmiz. Har ikkisiga rahmat deb qolamiz murosasiz jang uchun. Ushbu jang g'olibi. Demak, В данном поединке победу раздельным решением судей hakamlarning alohida qarori bilan одержал ha do'stlar, ha Bakirovechni Intrigani ushladi Bakirovechni. Hammamizni birdaniga xafa qilib qo'ya qoldi.